Hammaga salom. Revoyo AI bu nima? Biz 24/7 10 soniya ichida barcha mijoz savollariga javob bera oladigan sun'iy intellekt tizimini taklif qilamiz. Ushbu agent sizning Instagram kommentariyalaringiz, target videolardagi savollar va mijozlardan kelayotgan direktdagi savollarni sotuvga aylantira oladi. Bu qanday ishlaydi? Revoyo AI o'zini platformasi bor. Siz ushbu platformada sun'iy intellekt agentini yaratasiz. Unga kompaniyangiz nomi, mahsulot turlari, narxlar va shunga o'xshash bir nechta savollarga javob berasiz va bizning sun'iy intellekt sizning kompaniyangiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ladi. Aynan sizga moslashtirilgan agent yaratilgandan so'ng uni Instagramga ulashimiz kerak. Bu ham bizning platforma orqali. Ya'ni bizning platforma orqali ushbu agentni Instagram izohlar va direktga ulashingiz mumkin. Shu yerda bizdan ko'p so'rashadi, o'zi bu xavfsizmi deb. Biz Facebook platformasini rasmiy hamkor hisoblanamiz va biz sizlardan login parol emas, o'sha platformani faqatgina bir qismi, ya'ni direktga va kommentariyagagina ruxsat olamiz. Va buni xavfsizligini shartnomada ham kafolatlaymiz. Ushbu 3 ta qadam orqali sun'iy intellekt bizni Instagram profilimizga ulandi. Endi sizdan talab qilinadigan ish 3 kun davomida sun'iy intellekt mijozlar bilan qanaqa gaplashayotganini ko'rib, unga fikr bildirish va qayerda ma'lumot yetmayotgan bo'lsa, o'sha joylarga qo'shimcha ma'lumot kiritib turishgina qoladi. Ushbu sun'iy intellekt tizimini yana qanaqa qulayliklari bor? Revoyo tizimida audio xabarlarni ham tushunish imkoniyati bor. Agarda mijozlardan audio savollar kelsa, sun'iy intellekt agentimiz ularga ham javob beradi. Shuningdek, video, rasm va storieslarga javob yozishsa ham ularni tushunib, mijozlar bilan gaplasha oladi. Keyingi savol. Sun'iy intellekt mijoz bilan gaplashgandan so'ng sotuvga tayyor va tayyor emas bo'lgan mijozlar turiga ajratamiz. Agarda mijoz sotuvga tayyor bo'lsa va bizga telefon raqamlarini qoldirgan bo'lsa, bu yerda ikkita yo'l bor. Birinchisi, biz mijozdan telefon raqami olganda sizga Telegram guruhda zayavka formatida yuboramiz. Ikkinchi yo'l, agarda siz shu vaqtga qadar CRM tizimidan foydalansangiz, bizning platforma orqali mijozlardan, direktdan, kommentariyadan olinayotgan raqamlarni to'g'ridan-to'g'ri CRM tizimiga bir vaqtda o'zida tushadigan qilish mumkin. Sun'iy intellekt mijoz bilan gaplashib telefon raqamini oladi va 3 soniya ichida CRM tizimingizga yuboradi. Shuningdek, biz sun'iy intellektdan tashqari mijozlar uchun maxsus platforma ishlab chiqamiz. Bu platforma orqali sizga kelayotgan barcha so'rovlarni kategoriyalar orqali ko'rishingiz mumkin. Masalan, sizga kelayotgan Instagramdagi e'tirozlar va shuningdek sizga kelayotgan takliflarni ham alohida ekranda ko'rsatishimiz mumkin. Va bu hammasi emas. Bizda qiziqish bildirgan, lekin sotib olmagan mijozlarni ham alohida bazasi bor. Va eng muhimi, bizga barcha raqam qoldirgan mijozlarni biz hammasini bir joyda sizga to'plab beramiz. Shuningdek, bizning platformada analitika bo'limi ham bor. Ushbu bo'limda sizga nechta odam yozayotgani, ularga o'rtacha javob berish vaqti va nechta odamdan telefon raqami oldik, nechtasiga sotuv qildik, barcha raqamlar bir joyda jamlab beramiz. Bu hali hammasi emas. Siz platformamizga o'zingiz kirib, o'sha yerdagi materiallar va o'quv darslari bo'limidan platforma haqida yanada batafsil bilishingiz mumkin. Va qo'shimchasiga aytaman, ushbu platforma o'z dasturchilari tomonidan yaratilgani sabab biz bu takliflarga ochiqmiz va siz bilan maslahatlashgan holda qandaydir qo'shimchalar qo'shib berishimiz mumkin. Agarda siz ham ushbu videodan keyin o'z biznesingizni ijtimoiy tarmoqlarda sun'iy intellektni integratsiya qilib, savdoni oshirish qiziq bo'lsa, bizni revoyo.uz saytimizga kirib, batafsil ma'lumot olishingiz va o'zingiz akkaunt ochib, o'zingiz ijtimoiy tarmoqlarga sun'iy intellektni ulashingiz mumkin. Ushbu video havolasida saytimiz linkini qoldiraman. Ushbu link orqali sizda maxsus promokod ham bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.